Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozir ko'radigan manzaralari hamma joyda mana shu obodlikni qilsa bo'ladi aslida. Lekin ozgina qat'iyat, harakatlar, faollik, fidoyilik kerak bo'ladi xolos. Marhamat, tomosha qilinglar. Mana shu holatga keltirish uchun fidoyilik, mehnat, ko'plashib harakat qilish, jamoatchilik e'tibori kerak bo'ladi. Mana hozir loyihalar mavjud. Mening bog'im, ya'ni park loyihasida ko'plashib jamoatchilik harakati bilan ovoz berish orqali mana shunaqa parklar qursa bo'ladi hamma joyda. Mana shunday qilib odam rohatlanadigan joylar ham ekologiya uchun juda foydali tomonlari borki, havoni yaxshilash uchun mana shu yashil maydon loyihasi ham shu bilan birga ketadi. Ham istirohat uchun ko'ngilochar bog' sifatida kayfiyatni ko'taradigan, yana ekologiyani yaxshilash uchun xizmat qiladi mana shu manzaralar. Mana shunday joyni ko'paytirish uchun mana shunaqa bog'lar, park ko'rinishidagi joylarni, daraxtzorlarni tashkil qilish uchun harakat qilish kerak azizlar. Jamoatchilikni albatta bu qo'lidan keladi bemalol. Ko'plashib qilingan ish juda oson kechgan. Har doim va har taraflama.